Ro'za Ramazon oyida Xudo xolasa obunachilarimizga qanaqa yangiliklar bilan qarshi olmoqdamiz? Birinchi yangilikimiz, bilasiz, biz yangi lokatsiyada endilikda biz geofizikada Emir restorani ro'parasida, ya'ni siz endi rasmiy ofitsialniy dili Cherry Adem Asterga kelib, xohlagan turdagi avtomashinangizni qulay narxda, qulay sharoitlarda xarid qilishingiz mumkin. Bilasiz, hozirgi damda bizda ariza olib avtomashinamiz 3 xil komplektatsiyasi mavjud. Hozirgi damda siz bu avtomashinani minus 25 million bilan xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum hammaga, Humonuz kanali obunachilari. Ro'za Ramazon oyi avvalambor barchangizga muborak bo'lsin. Xudo xolasa bugungi videomiz ko'pchilik uchun, ro'zadorlar uchun manfaatli bo'ladi. Alhamdulillah, Xudo xolasa Ro'za Ramazon oyida chin dildan maqsad qilib yangi avtomobil sotib olmoqchi bo'lganlarga Xudo xolasa bittadan laykni bosib, podpeskani zo'r qilinglar, Xudo xolasa nasib qiladi. Allohimdan chin dildan so'rab qolaman. Bugun rasmiy Xudo xolasa Buxoro shahrida Cherry Adem Aster avtosaloni rasmiy ochildi. Xudo xolasa eng katta diler avtosalon hisoblanadi. Bir qator ma'lumotlarni tushuntirib, hozir to'liqligicha ichkariga kirib davom etamiz. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Albatta videoni oxirigacha ko'rasizlar. Nasib bo'lsa to'liq videolarni mana shu joyda ma'lumotlarni berib o'taman. E'tibor uchun kattakon rahmat. Humonuz kanalini yo'riqlashmang. Sizlar podpeskada bo'lsanglar biz ajratamiz akalar. Xo'p, aziz do'stlar, endilikda Cherry Adem Aster avtosaloni Buxoroda katta diler filial ochildi. Xudo xolasa bu eng katta avtosalon. Manzilni aytib o'tadigan bo'lsam, qo'ldan kelgancha aytaman. Buxoro shahrida joylashgan. Nima edi, hozir unchalik ham manzilni bilmayman, lekin to'lig'icha sizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman. Voy, mashalloh, avtomobillarni qarang, qanaqa. Bu yerda servisning o'zi ham shu yerda joylashgan. Bu tomonimizda ham Cherry avtomobillari tayyor turibdi. Kelsanglar, parkovkaga bemalol mashina qo'ygan joylaringiz bor. Xudo xolasa bemalol chin dildan mana shunaqa avtomobillarni eng kamida xonadoningizda shunaqasidan tursin akalar. Xo'p, Xudo xolasa kiramiz, videolarimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nozimaxon, yaxshimisiz? Rahmat. Charchamasdan. Ro'za Ramazon oyida Xudo xolasa obunachilarimizga qanaqa yangiliklar bilan qarshi olmoqdamiz? Birinchi yangilikimiz, bilasiz, biz yangi lokatsiyada endilikda biz geofizikada Emir restorani ro'parasida, ya'ni siz endi rasmiy ofitsialniy dili Cherry Adem Asterga kelib, xohlagan turdagi avtomashinangizni qulay narxda, qulay sharoitlarda xarid qilishingiz mumkin. Bilasiz, hozirgi damda bizda ariza olib avtomashinamiz 3 xil komplektatsiyasi mavjud. Hozirgi damda siz bu avtomashinani minus 25 million bilan xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni bu degani avtomashinani tan narxidan 25 million chegirma bo'ladi. Bu to'g'risi avtosalon ochilgandan ham katta yangilik bo'libdi. Qo'shaloq yangiliklar desak ham bo'ladi. Chunki arizaga ko'pchilik qiziqadi-da, shaxsan o'zim ham qiziqishim yo'q emas avtomobilga. Niyat qilganlarga albatta nasib qilsin hammasiga. Xo'p, bizda demak arizalarni hozir 2 xil, adashmasam 3 xil komplektatsiya bor. 3 xili bor, atmosferni bor, turbina motorli. Bilasiz, atmosferni motoriga avtomashina 239 million 900. Hozir chegirma bilan hisoblab bersam agar sizga 214 million 900 ga tushadi. Undan tashqari ikkinchi komfort komplektatsiyamiz 254 million 900 edi. Hozirgi damda chegirma asosida siz 229 million 900 ga xarid qilishingiz mumkin. Va full komplektatsiyamiz 279 million 900. Chegirma asosida sizga 254 million 900 ga tushadi. Undan tashqari siz buni imtiyozli avtokredit asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Minimal boshlang'ich narxda 15% dan boshlanadi. Xo'p, mana shu bitta qiziqib ko'ramiz. Eng fuliga minimal 15% boshlang'ich to'lov bilan necha pul bilan chiqishsa bo'ladi? Xo'p, minimal 15% bo'lsa agar bizda 46 million atrofiga chiqishi mumkin. 46 million so'm. 46 million bilan sizga chiqarib beramiz. Xohlasangiz 5 yilgacha avtokredit qilib, xohlasangiz hozirda imtiyozli avtokredit, ya'ni yillik foizlari 7, 1, 14 shunaqa foizlar bilan ham chiqarib beramiz. Xo'p. Yiliga qarab. 1% avtokredit ham bor. Bu markaziy bankda ham bo'lmasa kerak menimcha. Bitta pasport bilan hammasini chiqarib beramiz. Qo'shimcha sizdan o'lik ish haqi talab qilinmaydi.
Faqat bitta pasport. Bo'ldi, xudo xohlasa. Ko'ramiz video oxirigacha. Lekin avtomobilning rangi haqiqatdan ham bir nima deydi, yonib turibdi. Katta bir chiroyli. Tanho bo'lib, yagona bo'lib yurmoqchi bo'lsanglar, bemalol ajralib turadi. Shaharda yagona bo'lib yuraverasizlar. Salonlarni ham bitta o'tib ko'rsatamiz, ko'rsatib o'tamiz. Chunki bu eng full komplektatsiya, mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi. Avtomashinamiz barcha turdagi ranglari mavjud. Kutmasdan 1 soat ichida sizga rasmiylashtirib beramiz. Ya'ni kutib bu rangi uchun qo'shimcha pul to'lash yo'q. Bizda unaqa narsa yo'q. Va biz ochilganimiz sababli birinchi 20 ta mijozimizga ajoyib mega super sovg'alar qo'yganmiz. Qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar, Navoiy, Zarafshon, Qarshi, Xorazm barchangizni Cherry ADMS avtosalonida kutib qolamiz. Avtomashinamizga bilasiz, kafolat taqdim etiladi 5 yil yoki 150 ming kilometr. ADM servisidan sizga mashinaga bemalol kafolat qilib, metan propan uстановка qilib beramiz. Bilasiz, o'zi rasxodi 6 litr, trassada 5 ta. Qo'rqmasdan bemalol avtomashina xarid qilishingiz mumkin. Bizni ADM Aster avtosalonimizda ADM Jizzax bu bitta, ya'ni zavod. Qo'rqmasdan bizdan avtomashina xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni bizda yagona diler. Demak, avtosalon ochilgani bilan servisni ham o'z ichiga oladi. Shunday. Rasmiy faqat avtosalonlarda bor. Ko'pchilik olishda o'ylanib turgan bo'lishi mumkin-da. Misol uchun, mashinani olsak, servislari qanaqa bo'ladi yoki biron bir korxo bo'ladigan bo'lsa, zapchastikalar qanaqa bo'ladi yoki to'g'ridan to'g'ri Xitoydan keladimi yoki o'zimizda bormi? Bu savollarga ozroq javob berib o'tsak. Xo'p, hozirgi damda qarang, ADM Asterni internetga qo'yib bersangiz agar, bizning 10 tadan ortiq rasmiy dilerlik markazlarimiz mavjud. Ya'ni siz Buxorodan avtomashina oldingiz, qulay narxda, qulay imkoniyat bilan sizga servis kerak. Siz hozir Toshkentdaman, sizga Toshkentdan servisimizga podgaratsiya, ya'ni kafolat bilan taxlab beramiz. Yoki siz Navoiyda servis kerak. Navoiydan taxlab beramiz. Servisda muammo bo'lmaydi. Barcha turdagi viloyatlarda bizani hamma joyda servisimiz bor. Toshkent, Zarafshon, Navoiy, Samarqand, Namangan, hamma joyda bor. Qarshida ham bor. Bo'ladi. Demak, avtomobil haqida qayg'urmasak ham bo'lar ekan, servis jihatidan. Lekin rangiga ishqibozchiligi bor, yetarlicha bu avtomobilni nima deydi, bir osmon rangi desang ham bo'ladi. Shunda, bu respublikaga yagona rang. Lekin ko'p ham uchratavermaymiz haqiqatdan. Endi oldinda 8-mart, kimda kim oilasi, xotiniga, onasiga xarid qilmoqchi bo'lsa agar, qulay narxda avtomashina xarid qilish mumkin. Xohlasangiz Tigo 2 oling, 214,9 ga. Xohlasangiz Arizo -25 million bilan yoki Tigo 7 Pro. Buni ham bilasiz, hozirgi damda 2 xil komplektatsiyasi bor. 311,9 ga, 344,9. Avtomashinamiz nalichda. Keling, test drive qilib ko'ring. Sizga grafiklarni hisoblab hammasini beramiz. Va undan tashqari trading xizmati mavjud. Ya'ni bu degani, o'zingizni eski avtomashinangizni keltirasiz, sizga yangisiga almashtirib beramiz. Mana yurgan mashinamizni yangi qilib berasiz. Shunday. Yaxshi. Hozir qarang, misol yarim pulni bo'lib to'layman, menga ribosiz bo'lsa, mana ro'za Ramazon oyida bir foizsiz bo'lib to'lash imkoniyati bormi mana? Albatta, Arizo 6 Pro avtomashinamiz ham, Tigo 7 Pro avtomashinamiz, 8 Pro ga ham foizsiz muddatli to'lov bor. Ya'ni bu degani, avtomashinamiz standartida 50% to'laysiz, qolgan 12 oyga, 60% to'lasangiz 16 oy. Demak, Arizoga ham, Tigo 7 Pro ga, 8 Pro ga ham bor. Bemalol foizsiz 0% bilan. Ya'ni bu degani avtomashinaning tan narxiga hech qanaqa foiz qo'shilmaydi, faqat shu mashinaning narxini to'laysiz. Yaxshi, juda ham zo'r. Ichki salonlarni ham ko'raylik. Mashina Attenkovini Shomoydagi zavodchilar tomonidan qilingan, zavod tomonidan. Ichki salonlarni ko'rishingiz mumkin. Obzorlari to'g'risi bu YouTube'da juda ham ko'p. Asosan avtomobilning qulayligi, ulov usullariga to'xtalib o'tamiz. Misol uchun deylik, men oldin bankdan kredit olganman, lekin hozir menga kredit chiqmaydi. Menga qanaqa maslahat berasiz? Sizga lizing asosida avtomashina taqdim etamiz. Qizil spiskaga tushganmisiz yokida to'lovi qandaydir nima bo'lib qolgan, buni yechimi, ya'ni Cherry ADMSga kelasiz, sizga lizing asosida avtomashinani rasmiylashtirib beramiz. Bunga ham sizdan bitta pasport talab qilinadi. Yaxshi. Hech qanday shart emas, faqatgina pasport.
Yaxshi. Endi lizingda oddiy kredit bilan nima farqi bor? Deyarli farqi bo'lmasa kerak. Hop, farqi yo'q. Nabarot lizingga olsangiz agar, u zavod tomonidan sizga kafolat beriladi. Ya'ni zavodning o'tida bo'ladi. Aha. Zavodning o'tida bo'ladi. Yaxshi. Bu qora rangi. Bularga ham chegirma bormi? Hop, bularning chegirmasi ichiga kiritilgan. Bularning imtiyozli avtokredit asosida yillik 7%, 10% bir bilan xarid qilishingiz mumkin. Avtomashinamiz narxi 311 ga 344. 311 ga 344. Ikki xil pozitsiyasi bor komplektatsiyada. Yaxshi. Niyat qilganlarga hammalarga nasib etsin. Kamlik nafaslanadi. Kattadan ko'rishingiz mumkin. Qora rangi boshqacha ko'rarkan. Ha. Endi inomarka xarid qilishgan. Baribir qora rang olsangiz, gabaritli katta ko'rinadi. Yaxshi. Qaysi modeldan? Yana bir. Hop, 7 Pro Max'ni ko'rsatib o'tamiz. 7 Pro Max avtomashinamiz narxi 364.900. Bu 1.6 turbina motorli, bu to'liq uzatgich. 5 kishilik. Pro Max. To'liq uzatgich. Bu avtomashinamiz narxi 364.900. 364 million 900 ming so'm. 7 Pro Max. Bunun diskalari ham boshqa bo'ladi. Bu zavoddan zavodskoy boshqa xil shunaqa dizaynda keladi. Ya'ni zapaskalari ham o'zining saka diskasidan keladi bu saytga. Haqiqatan ham chiroyli ekan. Boshqa sabab. Qaranglar. 7 Pro oldik. Bizga Pro Max'ning diskasini qo'yib bering desa ham iloji bormi? Buni ham iloji bor, qilib beramiz. Endi chunki kimdir ishqi ketgan bo'lishi mumkin-da. Qilib beramiz. Hammasining iloji bor. Xohlasangiz mana bunaqa duga qo'yib beramiz. Farq qo'ydirib beramiz. Hammasining iloji bor. Bu reklamniy variantda Bu 8 Pro avtomashinamiz. Bilasiz, hozirgi damda 8 Pro'ning 3 xil komplektatsiyasi bor. 339 million 900, 417 million 900 va 480 million 900. Bu 399 millionlik avtomashinamiz bu ham 1.6 turbina motor. Полностью светодиодный LED, оптикалari tumantiramiz, светодиодный LED. И также логотиплari hammasi yonib turadi. Bizda решетка радиатор. Motorimiz полностью немецкий. Bunga garantiya, ya'ni kafolat 7 yil yoki 200 ming kilometr. Motor 1.6. 1.6 turbina motor. Metan propan bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Muammosi yo'q. O'zi rasxodi 7 ta 7,5 ta. Endi avtomashinani yangi xarid qildingizki, speedometr qaysi skorostiga o'rganib qo'ysa agar, rasxodga o'sha bilan ketadi. Hammasi o'zingiz qo'lingizda. Bemalol panorama tom. 1,5 metr kvadrat metr panorama lyuk. Osmonni haqiqiy go'zalligini panorama tom orqali tomosha qilib ketsangiz bo'laveradi. Nasib qilsin hammamizga. Bu qatori o'zimizga ham nima go'zal. Mana akalar. Mashina mingan sari haqiqatan bir inomarka mingan yaxshi-da. Shunday, bu 7 kishilik. 7 kishilik. Rasxodi ham unchalik ko'p emas ekan. Gabaritiga qarab, rasxodi juda ham ekonom. Orqa dizaynlarni ham ko'rib ko'rsataman. Mashinani ko'ringlar. Bu yangilangan restyling varianti. Va eng asosiysi hammasini kuzovi 2025. 2025. Hozir salonda bironta ham 2024 ko'rib yo'q. Hammasi 25. Demak, cherryda sotuv bor. Xudo xolasa, mashinalar yangilanib, deb restyling ham bo'lyapti. Shunday. Yaxshi. Oldingi videolarimizda Nozmaxon bo'lsa Pro bor edi, lekin Pro Max yo'q edi. Endi bu salonimizda Pro ham bor, Pro Max ham bor. Keling ko'rsating. Bo'ladi. Voy. Bu 8 Pro Max avtomashinamiz 2 turbina motorli, 247 ta o't kuchiga ega. Bu 2 turbina motor. Bu rang izumrudli, bu to'liq uzatgich avtomashinamiz 6 xil rejimda ishlaydi. Eco, Sport, Normal, Tog', cho'l hammasida bor. Men bu mashinaning rangini qora deb o'ylagandim, lekin yaqinroq qarab ko'rsangizlar, qaranglar, tak. Yashilda to'qroq sveti. Xuddi boyagi tovlanuvchan. Bu qalamonga o'xshab. Nomi nima deysiz? Izumrud. Yaxshi. Ko'ringlar mashinani haqiqatan mashalloh. Nasib qilsin akalar, hammangizga ham shunaqa. Shu salonni ko'ringlar. Bo'lmasa bu 360 kameralari. Nozmaxon tonirovka ham qilib berasizmi endi salonda? Nasib bonusga qilib beramiz, kesinlar. Sovg'a tarzida hamma narsa bor. Massaj tizimlari, kapitanskiy сиденье, дальний ближний o'zi qiladi. Bu mashinani funksiyalari haqida bir kun gapirsak ham tugamaydi. Shunday. Xayoliy pozitiv labadib turadigan mashinada. Mana, haqiqatan ham gabarit jihatdan zo'r. Bizda Equinox bilan kattaroq menimcha. Shunday. Motor bir xil, lekin 2 turbina motor, lekin narxi arzon ekan.
Qancha dedi narximiz? 480.900.000, endi 417 millionlik ham shu narsa. Faqat motorda farq bo'ladi. Ya'ni bu 2 turbo bo'lsa, biri 6 turbina, to'liq uzatish ham bo'ladi. Yaxshi. Hozir bagajlarda boyagi mamlakat funksiyasi bormi? Da, 3 xil rejimda ochiladi. Bu 3-chi rad nimasi ham ochilgan, yopsangiz bo'ladi. Tashlab qo'yilgan. Da. Yaxshi. Bunga ham xuddi shunday. Vertik rejim hammasi bor. Даже oynalarni ko'targanda ham vertik rejimlar ishlaydi. Sakizlar hammasi oldin oynalari shumka qilingan. Ya'ni ikkitalik ketadi. Keyin qamotarmajinilar, xullas barcha funksiyalarga ega. Hammasi kiritilgan. Yaxshi. Bunga ham chegirma narxi menimcha ichida kiritilgan bo'lishi kerak. Kiritilgan hammasi. Bularni ham foizsiz muddatli to'lov asosida xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, Nozimaxon, avtosalonda o'zingiz buxoroliklar uchun hamda viloyatdan keluvchilar uchun bitta vakolatni tushuntirib bersangiz. Xo'p, rasmiy ofitsialniy diler endi Cherry, endilikda gap fizika tamom. Emir restorani ro'parasida. Xohlasangiz quyidagi raqamlarga telefon qiling, biz sizga lokatsiya jo'natib qo'yamiz. Endi bu yerda imkoniyat juda ham ko'p. Ya'ni endi ochilganimiz uchun, Buxoroda endi ochilgani sababli imkoniyatlar juda ko'p. Sovg'alar, past poyezdlar, poyezd muddatli to'lov, lizing, hamma narsa bor. Avtomashinani kutmaysiz, ko'chaga ko'rgan bo'lsangiz agar, pastda terib qo'yganmiz avtomashinani hammasini ichida test drive xizmati, trading xizmati bor. Ya'ni bu yerga kelgan odam mijoz, ya'ni qanday desam, yomon izoh qoldirib ketmaydi. Xursand bo'lib ketasiz. Norizo bo'lmaydi deng. Shunday. Bitta savolimiz bor. Avtosalonda lekin Tiggo 2 Pro avtomobilini ko'rmadik. Xo'p, Tiggo 2 Pro avtomashinamiz hozir nimaga test drive avtomashinamiz nimaga ketgan? Servisga ketgan, balansirovka qilishga. U avtomashinamiz ham srok postavka bilan keladi. Srok postavkasi kamida 5 kun. 5 kun. Da. Hop, bir partiya keldi, avtomashinamiz hammaga tarqatib berdik, hamma mijozlarga. Hozir ikkitasi servisga test drive bilan, yana bitta mashina servisga ketgan, balansirovka qilib qaytib keltiradi. Demak, hamma ranglardan mavjud. Uzog'i bilan to'lov qilsa 5 kun ichida olib kelib keltirib berasizlar. Yaxshi, eng muhimi avtomobillarning hammasi ko'rib turganingizdek 7 Pro, Pro Maxlar, 8 Pro, 8 Pro Maxlargacha наличие ekan. Xohlagan rangidan zemchuk deydimi, bunaqa buqalamun deydimi, xudo xolasa topsa bo'ladi. Yaxshi, niyat qilib videoni tugatyapsizmi? Albatta sizga eng kamida xonadoningizga mana shunaqa avtomobil nasib qilsin. Barchangizni yangi ochilgan, xudo xolasa Buxorodagi eng katta avtosalon diler bo'lgani Cherry Ademashtirda kutib qolamiz. Olmoqchi bo'lganlar bo'lsa kelaverasizlar. Nozimaxon katta bonuslarni tayyorlab turibman dedi. Xudo xolasa himoyamizdan kelgan har bitta mijozlarimizni bonuslar bilan yuboramiz deyapti. Hamma mijozlarni kutib qolamiz. Xudo xolasa. E'tibor uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarimizda sog' salomat ko'rishguncha.